bo'ldi. Bugun sizlar bilan Creative Maker botda ko'proq pul topish yo'llarini o'rgataman. Botda bilib turibsizlar, o'zlaringdan pul topish juda qiyin. Takomillashganmi, yo'qmi bilib bo'lmayapti deysizlar. Mana hali sizlar uchun eng zo'rini topib keldim. Creative Maker botda. Onlar hozir buni ochtasizlar do'stlaring, kanal berabilirsizlar. Qidiruvga mayli yozasizlar Creative Maker ru deb yozib olasizlar. Creative Maker ru chiqqanda qadab qo'yibdi bo'ldi o'zi. Bitta profil qadab qo'yibdi. Shu qadalgan ссылка Instagramniki. Instagramga shunchaki kira olasizlar, xani bosib. Так, editor. Kirganlaringda bo'ldi 97 ta komment. Kommentariyani portlatasizlar birinchi rol. Ikkinchi rol 10-15 ta do'stlaringga sira jo'natasizlar kommentariyani. Обязательно 50 ta 60 ta 70 ta deb yozib berish kerak. Do'stlaringga shu 20 ta 30 ta do'stlaringga maksimum jo'natasizlar. Jo'natganda like deb yozasizlar, farqi yo'q. Like, komment deb yozinglar. Так, сразу pulni olish uchun сразу shu adminga yozamiz. Hop, pulni o'zim beraman. Endi hozir o'zim yozmayman. Shuning uchun men buni adminga yozib, adminlarda pulni olsalaring bo'ladi.